Osmani sultanları Fatih Sultan II. Mehmet Osmani dövlətinin 7-ci padişahı hüküm sürgən dəvri 1451 yıldan 1481 yılgacha. 2. Mehmet Molla Gorani, Molla Husrev, Akşemseddin, Hoca Yusuf Sinan Paşa, Molla Hayruddin, Bursaliq Ahmet Paşa ve Hasan Çelebi qatarlıq alimlarda okudu. Vizantiya ve İtalya'dan kelgan alimlarda mı okudu. Uyghur harfleri ve şivesini öğrendi. Asaslık biladigan tilleri Arap, Paris, Grek, Latin, İbrani ve Slavyan tilleridir. 2. Mehmet'nin en çok arzusu İstanbul'u fetih qilish idi. Edirne'de Urban ustuğa devrinin en çok toplarını koydurdu. Bu toplarını 40-50 cüp öküz yoki 2000'den artıq adam tartalaydı. Rumali qurğunini Boğaz'ın en çoğunqur yeriga 4 aydak en qisqa bir vaqt ichida soqtirdi. İstanbul'un ticaret yolları üstüde bo'lishi muhim edi. Yuqori harbiy talantga ega bo'lgan sultan 21 aprelni 22 aprelga uğragan kechida 70 kiyimini topxonadan quruqlikqa elib chiqib, Qasim Pashaning orqa tarafidan dengiz qo'ltig'iga tushirdi. Vizantiya imperatori yangidan tinchlik to'xtamini tuzishni talab qiladi. Lekin 2. Mehmet ya men Vizantiyani olaman, ya Vizantiya meni oladi deb muhosirani davomlashtirdi. 29 apreldagi qattiq hujum qilish bilan İstanbulni fatih qildi. 21 yoshlik bu yosh podshoh payg'ambar alayhissalomning İstanbul cho'qim fatih qilinadi. Onu fatih qilgan qo'mondan nima degan yaxshi qo'mondan, uning askarlari nima degan yaxshi askar ha mazmundagi hadisga noil bo'ldi. 2. Mehmetga İstanbulning fathi sababli Fatih unvoni berildi. Fatih İstanbulning fathidan keyin g'arbga yurish qildi. 1459 yili Sibiristonni, 1460 yili Mora yerim orolini oldi. 1462 yili Atlakni Olpanga bog'ladi. 1463 yili Bosniyani fatih qildi. 1479 yili Gedik Ahmet Paşa qo'mondonligidagi bir turkum urush paraxotlari İtaliyaning Otranto shahrigacha ilgirladi. Qora dengiz yoqasidagi Amasra, Trabzon ve Kırım'ni kontrolligiga oldi. İpek yoluning Qora dengizdan chiqish yo'llari Osmonilarning qo'liga o'tdi. 1473 yili Oqqo'yliq Egiz Hasan bilan qilgan o'tliq bari urushida g'alaba qildi. Furat daryosigacha bo'lgan joylar Osmonilar qo'liga o'tdi. Fatih o'zidan burungi hukmdorlar yo'lga qo'ygan qonunlarga qo'shimcha qilib, Qanunnoma-i Ali Osmoniyni tuzib chiqdi. Bu Osmani dövletining tunji asosiy qonuni hisoblanadi. 1481 yili 3 may payshanba kuni asr vaqtida vafot topdi va Fatih masjidi hovlisidagi maqbaraga dafn qilindi. اذكر الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنة شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمشور